Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşduracağıq. Qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Tayvan'da Dünya Səhiyyə Təşkilatının yığınığı qatnaşdırış çağırıqı qollashqa erişməkdə. Dünya Səhiyyə Təşkilatının yıllık yığını aldığımızdaki hafta ötküzüldüğün bulup, Amerika ve Yaponiyanın Tayvan'ı küzətküçü sübutida qatnaşdırış haqqındakı çağırıqı köplеген dövlətlərinin qollashiga erişdi. Amerika avazının bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, mazkur chaqiriqqa Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada ve bir qism Yevropa dövlətləri ovoz qo'shgan bo'lib, Dünya Səhiyyə Təşkilatıga bu vaqtda og'zaki not topshirgan. Ammo Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu vaqtda ifoda bildirib, bosh kotib Tedrosning bu vaqtda ayrim qaror chiqara olmaydiganligini, faqat tashkilotga a'zo 194 davlatning bu vaqtda qaror chiqarish huquqi borligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Zhao Lijian tunugungi muxbirlarni kutib olish yig'inida Yangi Zelandiyaning Tayvanni qo'llaganligiga norozilik bildirib, buning bir Xitoy prinsipiga xiloflik qilganlik ekanligini, Yangi Zelandiyaning ikki taraf munosabatiga ta'sir yetkazadigan so'z harakatda bo'lmasligi kerakligini aytgan. U so'zda yana Tayvanning bu qatimliq faoliyatdan foydalanib mustaqillikni da'vo qilmoqchi bo'lganligini, siyosiy o'yin o'ynayotganligini bildirgan. Xitoy Amerikaga xushomat qilishga boshladi. Valkochisi jurnalining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Davlat ishlari mahkamasi dokument e'lon qilib, Xitoy Amerika savdo urushi mezgilida Xitoyning Amerika mollariga qo'ygan qo'shimcha tamojni bejini amaldan qoldirishni qaror qilganligini e'lon qildi. Mazkur dokumentga asoslanganda 19-maydan boshlab 1 yil ichida Xitoy Amerika savdo urushi mezgilida yo'l qo'yilgan qo'shimcha tamojni beji texmo ko'p Amerika mollari uchun kechirim qilindi ekan. Bugun Xitoy Moliya Ministerligining to'r betida e'lon qilingan uqtirishga qaraganda, Amerika mollaridan kechirim qilinadigan tamojna ximiyalik buyumlar va to'qimachilik buyumlarini o'z ichiga oldi ekan. Ammo tizimlikda ko'rsatilgan 79 mahsulotning qanchasining bultur import qilinganligi aniq emas ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Amerika mollaridan e'linadigan qo'shimcha tamojni bejini amaldan qoldirishi orqali Amerikadan texmo ko'p mol import qilishni qo'lga keltirish hamda Xitoyning bu yilning 5-ida Amerika hukumati bilan imzolangan savdo kelishimini yo'lga qo'yishni xohlaydiganligini ko'rsatdi ekan. Xitoyning Urumchidagi madaniyat qirg'inchiligiga aloqador ma'lumotlar oshkorlandi. Xitoy tajovuzchilarining 3 yildan beri Sharq Turkistonning Urumchi shahrida yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligiga oid bir qism ma'lumotlar aniqlandi. Xitoy 2017-yildan boshlab Sharq Turkistonning Urumchi shahrida o'ltiraqlashgan Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlik xalqning milliy uslubda selingan uylarini va mahallalarni majburiy o'zgartirib, Xitoy uslubida selishga boshlagan. Hozirgacha Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlik millatlar o'ltiraqlashgan 13 mahalla majburiy cheqib o'zgartirilgan. 100 ming uy, 300 mingdan ortiq nupus majburiy ko'chirilib tarqoqlashtirilgan. Aniqlanishicha, Xitoy tajovuzchilari Urumchidan islom dinining izini yo'qotishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun Baytullah masjidi, Daryo bo'yi Xoba masjidi, Davan Yupurg'a Jiduy masjidi, G'arbiy Vokzal Uyg'ur masjidi qatorliq masjidlarni cheqib tashlagan. Xitoy doiralari yana yaqinqi mezgillarda islom dini va musulmonlarga qarshi siyosatlarni qonunlashtirib, Sharq Turkiston xalqini yo'qotishga urinish bilan bir vaqtda islomning simvoli bo'lgan masjidlarni, islom diniga va Uyg'ur milliy madaniyatiga aloqador kitob va har xil simvollik belgilarini yo'qotish siyosatini yurgizmoqda. Amerika Xitoy hakkerlarining vaksinaga aloqador ma'lumotlarni o'g'irlayotganligini bildirdi. New York vaqt gazetining 11-maydagi xabarda bildirilishicha, Amerika Federativ tekshirish idorasi va davlat bexatarlik idorasi yaqinda Xitoy hakkerlarining virus tadqiqotiga aloqador ma'lumotlarni o'g'irlash qilmishiga ogohlantirish berishni planlagan. Yaqinqi bir mezgilda Xitoy virusi yuqumining davomlashishiga ergashib, turli tor hujumlari va sonliq ma'lumotlarni o'g'irlash qilmishlari uzluksiz ko'paygan. Amerikaning mazkur ogohlantirish loyihasida Xitoyning qonunsiz vositalar orqali Xitoy virusini tekshirish, davolash va vaksina yasashga aloqador tadqiqot natijalarini va aqliy mulklarni o'g'irlab kelganligi ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tor bosh shtabi va davlat bexatarlik idorasi Amerika hukumatining qonun bo'yicha ruxsat qilishi orqasida Xitoy qatorliq boshqa davlatlarning Tor sistemasiga bosib kirib, zarur qaytarma hujum qo'zg'ay oladi ekan. Mazkur taklif loyihasi bir necha kun ichida e'lon qilinadigan bo'lib, Xitoy hakkerlariga qaysi tariqada ogohlantirish berilganligi hozircha noma'lum ekan. Xitoy tarixiy masjidlarni taqab muzeyga aylantirmoqda. Ilha To'rining 11-maydagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda bir qism taqalgan tarixiy masjidlarni muzeyga aylantirib,
sayohatchilarga echib o'tgan. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon bostirish va ziyonkashliklar izchil davomlashib kelmoqda. Sharq Turkistonda musulmonlarning diniy ibodatlarini ado qilish va islom tarbiyasini qabul qilishi cheklangan bir vaziyatda bir qism tarixiy masjidlar muzeyga o'zgartirilgan. Xitoy 2 yildan beri Sharq Turkistonning Qashqarga joylashgan tarixiy masjid Appa Xo'ja masjidini taqab namoz va duo tilovat qilishni cheklagan bo'lib, yaqinda bu masjidni sayohatchilar uchun ochib o'tgan. Xitoy Sharq Turkiston musulmonlarga qarata bostirishni kuchaytirib, necha million musulmonni har xil to'kmatlar bilan turma va lagerlarga tashlash bilan birga islom diniga ishorat qiladigan barliq belgilarga qarshi tozalash harakati qo'zg'ab, islomga munosabatlik har qanday uchurni saqlagan kishilarni qattiq jazolab bostirib kelmoqda. Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministeri Fahrettin Koca tünügün bir gün içinde Xitoy virusi bilan 55 kişinin qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 32722 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1114 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 139771 ga yetganligini, bir kun ichida 55 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 3841 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 3084 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1126 bemorning kesilining og'ir ekanligini, ammo kesili og'ir bemorlarning soni ozayishga boshlaganligini, oldini olish tadbirlariga amal qilganda kundalik yuqumlanuvchilar sonining 1000 dan tovanlaydiganligini, xalqning oldini olish tadbirlariga amal qilishi kerakligini ta'kidladi. Turkiyada yana 4 kun sirtqi chiqish cheklandi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 11 may ichki kabinet yig'inidan keyin bayonot e'lon qilib, yana 4 kunlik sirtqi chiqish cheklamasi yo'lga qo'yilganligini e'lon qildi. Erdoğan bayonotida yuqum xavfining uzoqcha davomlashadiganligini, buningga qarshi tadbirlarning o'xshashli davomlashadiganligini, Xitoy virusi paydo bo'lishidan ilgirki kunlarga butunlay qaytishga bo'lmaydiganligini, yuqum vaziyati umumyuzlik oxirlashmoqcha aloqador tadbirlarni to'xtatmaydiganligini ta'kidladi. Erdoğan sözde 4 günlük sırtqı çıkış çeklemesining 16, 17, 18, 19 may kunlari yo'lga qo'yilganligini, 65 yoshdan yuqori va 20 yoshdan tuvan fuqarolarga yo'l yurish cheklamasining tadrijiy bo'shatilganligini, yaşanganlar 11 may soat 11 dan 15 gacha, 20 yoshdan tuvanlar 20 may va 22 may kuni sirtqi chiqsa bo'ladiganligini bildirdi. 16, 17, 18 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10 ile 16 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri 2 grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.